Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabını başlayımız. Çünkü İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bir neçe kitaplar bölgen. Sahih Bukhari'nin umumiyatı bir neçe kitaplar. Yani biz bab deyimiz lekin kitaplar bölgende. Mesela Vahiy hakkındaki kitap bir bölüm. Onun kendinden iman hakkındaki bir kitap, bir bölüm oldu. Bunu okup bulduk. Biz hazır hem ilim hakkındaki kitap okuyumuz. Bundaki mesela taharet, namaz degan okşaş bölümlü kildi. Bugün okuyduğun temimiz umum cihetten ilim hakkındaki kitap. Bu babda da ilimnin fazileti hakkında toxtulup mundaq tapdı. Kur'an'dan hem de ilimnin fazileti hakkında delillendirilip estaizu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerinin içinlardaki mu'minlerini ve ilim ehlilerinin derecesini götürdü. Allah sizlerinin kılmışlarınlardan her vakit haberdar degan ayet ne delilek yaptı. Ondan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılınıp degen ki ey Parvardigarım mening ilmimni ziyoda qilib bergin degan. Mana şu iki ayetni bu ilimning fazilati haqidagi delil isbotga bayon qilib keltiribdi. İlim özüne ait mukaddes bir ulug' bir uqumda. Nemişqa degan vaqtida o hem de Allah'ını razı kıladigan, Allah'ını xursand kıladigan bir holatga bizni elib boradigan bir vosita ilim degan. Çünkü ilim arqali biz amel qilamiz. Bu amel arqali Allah'ın rızaligiga erishamiz. Şun hem de haqiqiy to'g'ri bo'lgan ilm nima degan vaqtida shu payg'ambarlarniki ilmlari haqiqiy to'g'ri bo'lgan ilm. Buning xatolik qat'iy yo'q, xatolik mavjud emas. Shuning uchun shu payg'ambarlarmi o'ziniki shu ilmi bilan maqomi nihoyat ustun, yuqori turdi. İnsanlar ichida maqomi darajasi eng ulug' kishilar payg'ambarlar. Masalan, Adem aleyhissalatu vesselam'ı elip etsek, Adem aleyhissalatu vesselam yaratılgan vaxtida ma'lum derecede faziletlik bo'lgan shu davrda mesela iblisden, periştelerden nemişqa degan vaqtda ulamalar çünkü Adem aleyhissalatu vesselam o'zining bilgan ilmi orqali darajasi yuqori bo'lgan shu vaqtda deydi. Hamda Enver Shah Kashmiri rahmetullahi aleyh bu yerda muhim bir nuqtani bayon qilib o'tibdi. Yani Adem, perişteler, iblis. Yani bu üç her xil taraflarda birisi mesela perişteler nurani taraf, insan toprak taraf, iblis bir ot yalqın taraf. Üçü bir-biriga o'xshamaydigan tarafdagi mahluqlar. Perişteler hem de Allah hitap qilgan vaqtida mesela Adem'deki nurgun kemçillikini bayan kılıp ötüde. Mesela o kan töküdü, yaman işlerini kılıdı. Sen bunu nemiş ki yaratkan bu gayettin digendek suallarını sorap Allah'a şu suallarını taşıdı. Yani bu Huda'nın makamı nispetten taza Adem Aleyhisselam'ınki muamelesi kırgan vaxtıda bir kadar kaidelik bir sual emez. Ama iblis kelsek, iblis dedi ki sen beni ottu yarattın, onulaydı yarattın da Xudaga bu bişemlik kılıp atıdı bu yerde. Lekin Adem Aleyhisselam çoğu. Adem Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Musa Aleyhisselatu Vesselam ile münazirleşken vaxtıda sen müşteri daraxtını yemigen bolsan biz senin balların cennetten çıketmeydi da münazir kılgan vaxtıda Musa Aleyhisselatu Vesselam'a bergen cevapını Xudaga bermedi. Takdirde mesela müştak boğanken müştak degendek cevaplarını Musa Aleyhisselam'a verdi. Ama Allah Subhanahu ve Teala Adem'e hitap kılıp men seni bu ağaç daraxtını yeme dep çekilimdim mi degan vaqtida ay şu Musa Aleyhisselam'a bergen cevapның özünü Allah'a vermedi. Nimle degan vaqtida Xudoga nihoyat bir xil bekmu tavazu bilan nihoyat ixlos bilan Allohga yelinib turib iltijo qilib tövbe kıldı. Xudoga yalvarış. Bu yerda hamda Adem aleyhissalatu vesselam Allah'a hitap qilish bilan, Allah'a muomala qilish bilan Ademga muomala qilish savolniki o'zi o'xshash. Musa aleyhissalomning so'ragan savolining mohiyati bilan Allohning so'ragan savolining mohiyati asosan bu yerda o'xshash. Lekin Ademga bergan, Musaga bergan javobi boshqacha, lekin Ademga bergan javobi boshqacha.
Bu nimeden derek berdi degan vaqtida Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam Allah'a qandaq muamele qilishni, adab qoidani nayt obdan bir qoidalik, adablik yo'sinda bilganligi iblisdan, shu farishtalardan maqomi ustun bo'lgan deb qaragan. Bundaqda ilim bizni texmin ayet mukammel kamaletga yetildirgan bir vasıta. Bundaqda bizning bu kamaletimizni, mukammellikimizni oshiradigan bu yerdagi ilim haqiqiy ravishdagi Allohni bilgan ilm. Shunga Shayx Mag'amisi Allohdan haqiqiy ulamolar qo'rqudi degan oyatni tafsirlagan vaqtida bu yerdagi ulamolar nuqul rivoyatlarni kitoblarni bilgan kishilar emas, faqat Allohni haqiqiy ravishda tonigan odam haqiqiy olim deb qaragan. Chunki bu ilmlar ichida Allohni tonish ilmi ajallul ulum, aqdasul ulum ilmlarning eng ulug'i, eng buyukidir. Endi bu ilmning fazilati haqidagi bu oyatlarni bayon qilib bo'lgandan so'ng Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi yana bir bobni bayon qilib bundoq deydi. Bir odam ilm haqida so'ralgan vaqtida o'zi boshqa bir so'z bilan, ish bilan mashg'ul ekan, o'zining ishini, so'zini tugatib bo'lib, ondan so'g'chi javob bergan holatda dedi. Bu mushu hadisni qisqartib bilan, tushuncha edib bilan bu bobni o'tirib qo'yapti. Bu mazmun nima mazmunda undaqda biz o'sha hadis orqali tushunaylik. 59. bu hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi shundoq deydi, bizga Muhammad ibn Sinan degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi o'zi Abu Bakr al-Bahili nomi bilan mashhur, o'zi Basrda yashagan. Bu kishi İmam Buxoriy, İmam Abu Davud, Abu Hatim Razi qatorliq muhaddislarniki ustozi bo'ladi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida, masalan, Yahya ibn Ma'in o'zining ayt omonatlar, ishonchlik odam degan bahoni bergan. Bu kishi 223-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi, bizga Fulayh hadis so'zlab bergan edi deydi. Fulayh kim o degan vaqtida Fulayh ibn Sulaymon ibn Abil Mughira nom bilan mashhur. Bu odam o'zi ismi Abdulmalik ekan, ammo Fulayh deb o'zining laqabi ekanda, bu laqab bilan mashhur bo'lgan ekan. O'zi shu arablarniki Xuzoa qabilasidan, o'zi Madinada yashagan bu odam. Bu kishining bu aytim taniq ulum ustozlari mesela mashhur, masalan Imom Nafi' va undan boshqa bir necha ulamolar bu kishining ustozi bo'ladi. Endi ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtda masalan Yahya ibn Ma'in ojizroq deb baho bergan hamda. Boshqalar masalan liqibak kuchli emas, hadisini dalil qilolmaydi degandek mazmunli baholarni bergan. Ammo Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zining Sahih Buxoriy nomli bu kitobida bu odamniki hadisini keltirgan bu yerda. Uchun bir qism ulamolar masalan Imom Buxoriy bilan Muslimning bu kishining hadisini qabul qilganligi, demak bu odam bizga rohat beradigan odam, ya'ni hadisini qabul qilib bo'ldi deyishga bo'ldi deb qaragan. Bu kishi 168-yili o'lib ketgan. Endi bu Fulayhning qashqa kelgan vaqtida Imom Buxoriy bu hadisni yana bir isnodga yetkazib bordi. Demak bu hadisni ikki xil yo'ldan anglaganligi bu yerda ko'rinib turadi. Biri Muhammad ibn Sinan yo'lidan, biri bana İbrahim ibn Munzir hadis so'zlab bergan edi dedi Imom Buxoriy. Har bir yerdagi isnodni yetkazib etdi bu yerda. Endi menga deyishdi, endi bu yerda yolg'iz shaxsiy so'zlab berganlik chiqib turibdi. Agar bizga degan bo'lsa bir necha shagirtlar bilan anglaganligi qayd qilingan bo'ladi. İbrahim ibn Munzir hamda Imom Buxoriyniki bu kishi ustozi. Undan boshqa masalan Majah qatorliq boshqa hadis olimlarining ustozi ekan. Imom Nasai bu kishiga baho berganda kerak yo'q odam, chatoq yo'q odam degan bo'lsa, bu odam 235-yili o'lib ketganligi, yoki 36-yillarda o'lib ketganligi xotirlanganda. Bu odam deydi, bizga Muhammad ibn Fulayh hadis so'zlab bergan edi deydi. Muhammad ibn Fulayh bo'lsa, beshida o'tgan Fulayh degan odamniki o'g'li bo'ladi undaq bu odam. Bu kishimi o'zi Hisham ibn Urva va undan boshqa kishilardan va dadasidan hadis rivoyat qilganda, ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida yumshoqroq odam, ba'zan chatoq yo'q, bek kuchli emas degandek baholarni bergan. Bu kishi 197-yili o'lib ketganligi xotirlangan.
Hem de bu İmam Buxari, İmam Nesai, İbn Mace qatarlıq kişiler bu kişininki hadisini rivayet qilgan, chiqargan. Bu adam deydi, "Manga dadam hadis so'zlab bergan edi" deydi. Dadasi kim bu? Biz bayatning birinchi isnatida bayon qilgan Fulayh shu. Shu dadasi hamda. Endi bu dadasi debdanda. Ikki isnat miya kelgan vaqtda yig'ilyapti-da. Manga Hilal ibn Ali hadis so'zlab bergan edi deydi. Hilal ibn Ali'nin ismi Hilal ibn Abi Meymuna yoki Hilal ibn Abi Hilal yoki Hilal ibn Usama deb bir necha xil dadasining ismida bir necha xil ixtiloflar bor mesela bu yerlarda. Lekin hammasi o'xshash. Bu odamni o'zi shu Quraysh jamoatidan, o'zi tabiinlarningki kichiklardan, ya'ni tabiiy tabiinlar qatorida bo'ladi bu odam. Bu kishiningki ustozlaridan mesela Anas ibn Malik degan sahoba ve onlardan başka bir neçe kişiler hem de meşhurlardan. Bu kişi Umayyalardan bu şey Hişam ibn Abdülmelik'ninki zamanında ölüp ketkenlik hatırlanıyor. Bu adam dedi hem de Ata ibn Yasar'dan hadis rivayet qilibdi. Ata ibn Yasar Maymuna radhiyallohu anh'ninki hizmetçilerden. Bu kişinin tercümalı başta ötdi. Bu zat hem de Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivayet qilibdi. Ebu Hureyre'ninki tercümalı ötdi Resulullah'ninki sahabelerden. Bu kişi deydi. Arada dedi biz yani arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste halkka yana kişilerge söz qilib turibdi. Şu aralıkta bir Arabi keldi. Arabi degan bu işte taqturada yaşaydigan kişilerin dedi hem de şehirden yiroq. Bu adam dedi ki hem de kelib bilan kıyamet qachon? Kıyamet qachon bo'ladi? Degan Peygamberimiz yana so'zni davom etaverdi. Ba'zi xalq dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gepini anladı, lekin so'rgan savolini Rasululloh yoqtirmagan bo'lishi mumkin dedi. Ba'zilar dedi ki yo'q, Rasululloh gepini anglamadi deb xilma-xil hamda so'zlar chiqishib boshladi shu oraliqda. Peygamberimiz hamda o'zining so'zlayotgan gepini tugitib bo'lib, oxirida bundoq dedi. Qani bu qiyomatning qachon bo'lishi haqida savol so'ragan so'g'ich qani bir ko'ray deb shunaq dedi. O Arabi turib "Mana men ya Rasululloh, mana men" deb. Degandan keyin Peygamberimiz bundoq javob berdi. Peygamberimiz ona javobiga diqqat qilinglar. Omonat zoya qilinsa dedi. Omonat o'z ahliga topshirilmasa dedi. Shu vaqtda qiyomatni kut. Degandan keyin Arabi yana inchiklab so'rabdi-da, bu omonatning zoya bo'lishi yoki yo'qolishi qandoq tushunmadim degandan keyin Peygamberimiz yana ta'kidlab bir iş gayri ahliga yani salahiyetsiz kişilerge veya ki layakatsiz kişilerge topşurulgan vaqtida sen kıyametni köt deb şunaqdi. Bu yerdeki hem de işine ulamalar nime deb qargan deganda mesela xilafat, hakimiyet, so'tchilik yoki bir millatning yoki dinning ishlariga mas'ul bo'lgan rahbarlar qatlami yoki amaldorlar qatlami yoki mas'ullar qatlami mesela salahiyetsiz, layakatsiz kişiler muşu işlerini qilgan vaqtida sen şu vaqt qiyomatni kutsan bo'ldi degan ibora bilan tushuncha bilan tushuntirgan. Lekin Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayh bu mazmunni tushungan vaqtida mesela zoya bo'lishlik degan qanday bo'ldi degan vaqtida bir odamga ishongil olmaydi dedi. Mayli dunyo ishlarida, mayli diniy ishlarda ishonchsiz bo'lib ketadi bu odamlar dedi. Mush vaqt omonatning zoya bo'lishidir. Endi mesela ishlar o'zining layoqatsiz kishilarga, salohiyatsiz kishilarga topshirilgan vaqtida degan iboratni tushuntirish uchun Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayh amaliy misollarni olibdi-da buning ichida. Mesela İmam Şafii'ninki bir tercümalida bir qissani hikoyani ekilib. İmam Şafii rahmatullohi alayh o'zi yashagan vaqtida o'zi kambag'al odam ekan. Bir narsa hadiya qilingan vaqtida uni ip qolmay boshqalarga darhol so'q qilib berar ekanda. Shunda qiyin sharoitda yashasimi, o'zining Ibn Abdul Hakim deydigan bir shogirdi bor ekan. Bu kishini bog'lari ko'p, uy saroylari, do'kon saroylari ko'p odam bo'lib, İmam Şafii'ning bak xizmatini qilgan odam ekan-da, o'zi o'quvchisi uning ustiga. Bir qitim endi İmam Buxoriyning azroq bir tomoq yegisi kelib, mushunday bir xizmatchisiga deganmi hamda o'zining yegisi va bir tomoqniki ismini yezib qo'yapti, qo'shab qo'yapti.
qo'lida yezib mushtambaqni yesam degandek. Şoňla bu İbn Abdülhakim şagirdi. Bäk hoşulap ketdi, bäk hizmetçi kulunu huşallıktan azat kılatken dedi. Bir ustazımdan bir köňlüň bir arzusyny bir kandyrdykma dep. Hem şu derecede ihlas kıldykanda İmam Şafii. Hem İmam Şafii özü yaş ülep ketken. Yaş ülep ketken wagtda 54 yaş. Şu wagtda hem sekratlyk wagtda hem ulemalar, şagirdler, çoňlar Misirlik wagtda. Hem de siz ülep ketseniz sizin ornuňyzga muş pätwaga, derske kim mesul bolady? Kimni otagızyp goýasyz? Digen wagtda şu aralykda hem İbn Abdülhakim baken şu aralykda. Çünki İbn Abdülhakim özü hem de İmam Buhari, İmam Şafii'ninki ihlas bilen şagirdi boluşy bilen bir azrak koňulda bir tamas arzusy bakende hem de meni dep galamyke muş ders okutuş, ügütüş, muş pätwa işlerge meni mesul kılyp goýamyke dep. Demismi şu kişileriň içinde hali bilimlik, iktidarlyk İmam Şafii bolmasa bek ýene tatyp kılmaýdy da onda bir iktidarlyk ihlasy bar bolmasa. Lekin İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu İbn Abdülhakim'e beğenmeyi bu fetva makamını, ders öğütüş makamını. Mendinkin İsmail ibn Yahya al-Muzani muşu mesul, muş halkının muş dersninki öğütüş fetva işleri muşu mesul diyen. Bu kişi İmam Tahavi'ninki ona taraf tağısı boldu hem de. Yani İbn Abdülhakim'nin kıygan hayatındaki bir ömür ihlasy, kıygan işlerine bu adam perwa kılmagan gep. Nemişqa bu amanetni öz jaýyga, öz ähliga tapşyryp ketken İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Çünki hemde bir ustazyň şagirdleriň içinde bir eşkiz şagird bolsa, şunyň içinde hemde barmak sanygydak 5-6 bolady. Şu 5-6syň içinde yana barmak sanygydak bir okuwçy bolady, yetilip çykkan. Bunyň içinde İbn Abdülhakim özü hemme jähetden yetilgen ulema şagird bolsa, ama awu İsmail ibn Yahya al-Muzani qarga wagtida yana bir ýerde goýgyl bolmaýdy. İsmail ibn Yahya al-Muzani pek meşhur. Etmiş İmam Şafii'ninki şu pätwalaryny, derslerini, mezheplerini taqatgan büyük ulemalardan sanaldy bu adam. Bunyň bir misal apdyp ýene. Ýani bir misalny apdyda bunyňga Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh. Mısır'daki dağlık aynı vaxtdaki salihlerden mesela İbnül Humam degen bir ulema özüň bir hanqasy wakanda ders ötüdigan. Bu adam ömür boyu şu maaş almay ders ötkenken fi sabilillah Allah rızalyk üçin. Şu wagtdaki hatda Mısır'daki padişahymy bu adamga hürmet kılıdygan abroýluk bir kişi ekende ulema alındy. Şu döwürde mesela İbn Hajar Asqalani, İmam Bedreddin Ayni qatarlyk ulemalar bar mevcut şu döwürde. Ülep ketdigan wagtda muş hanqanyňky ders işlerini kim össü bola dese, bu adam Allam Qasim Qutlubuğa degen belki türk bolsa gerek nesilden isminden. Muşne men muşu meniň ornumga hanqaga mesul kılyp goýman, muşu ders ötüdi. Digenke İbn Hajarny ýa-da Bedreddin Ayni'ni saýlamapdy da bu ýerde. Nemişqa diýen wagtda şu ulemalyň hemmisi qarga wagtda muşu Qasim Qutlubuğa en taqwa, en salih, en zahid hem ilimlik adamke. Çünki şu wagtdaki töt mezhep alimlerining hemmisi muş kişininki ilmini, salahiyetini maqullaganken. Bular bu töt mezhep ulemalary mezhepler arasında xilma-xil pikir ihtilaflar, göz qarashlar oxşamaydigan awallar bolady. Şunda bolsa töt mezhep ulemalarynyň qullyşyga erişken Qasim Qutlubugany İbn Humamniki onuga şu xanqaga bekitken deydi. Bu nime diýen wagtda Enver Şah Keşmeri rahmetullahi aleyh İbn Humamga baha berip, bu ölep gitdigan wagtda amanet ne, yani ders okutuş diýen bir amanet. O bir ölep ketkendiň keyin bir dinniň däwetini ýetkizdigan adam, şunyň ilimlik, salahiyetlik, laýakatlyk adam bolmaýdy. Demek muşu özüňki en salahiyetlik okuwçysyny goýup ketken dedi. Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh ýene bir wakalikni bayan kılıp ötepdi. Bu Hindistanda bolgan bir wakalik. Hindistanda aynı wagtda muşu Hijriye 1807-nji ýyllar ötken Ebul Hasan Sindi diýdigan bir çoň kat ulema ötken.
Biz mesela vatanda okuyduğun Haşiyet Sindi deydiğen mesela Bukhari, Mişkat, mesela işte bir çoğun bir yoğun kitabında 70-80 sanat kildi. Şu kitapta Haşiyet Sindi deydiğen mesela hadislerindeki etrafında uşak bir şeridi var. Aş şerini şu Ebul Hasan Sindi yazgan. Biz vatandaki kona Bukhari'ninki, Mişkat Şerif'ninki Haşiyesini Ebul Hasan Sindi yazgan da. Muş kişininki bir vakalıkını Enver Şah Keşmir'e bayan kılıp ötepti. Bu adam özü pişkan ulema Hindistan'daki en vaxtdaki muhaddis, faqih ulemalarınınki birde. Lekin ustazning oldida ders o'qigan vaqtida qattiq gap qilmaydi ekan, adab bilan, tavozu bilan bir og'iz gap qilmay jim o'tirib shu darsini tinglab o'rganib qoldi ekanda. Endi ustozim ham qarib qilib o'ylab o'tirgan vaqtida mush madrasaga, mush maktabga kim mas'ul bo'ladi, kim dars o'tsa bo'lar dese Ebul Hasan ötüdü depti ustazım. Ebul Hasan ötüdü. Dese şagirdlere başkalar hayran kaptı. Bu bir kız gap kılmaydıgan bir adam. Bu gapni joylab qılanmasa, bo'ngshab qılanmasa, qanda bu ders o'tsin deb gap topgan deydi shu vaqtda. Ammo shayx hamda ustozi qahni gapiga parvo qilmay bu odamni ya'ni shu madrasaga taklif qilib, shu darsni shu o'tadigan maktabniki mas'ul qilib qo'yib o'lib ketgan vaqtida bu shundoq darsini o'tgan vaqtida xalqlar shu qadrini shu vaqt bilganda edi. Xuddi bir dengizga o'xshatgan edi, ilm dengiziga. Kishilar hayron qolgan, bu asli olim shu ekan deb. Demak, Abul Hasan Sindining ustozi kimning loyiq ekanligini bilgachga Abul Hasan Sindini maktabning bosh mudirlik, ya'ni dars o'tish salohiyatini shunga topshirib o'lib ketgan deb. Bu yerdagi hamda 3 qissini biri Misrdagi bo'lgan, yana biri o'rta asrda bo'lgan, biri yana yaqinqi davrda bo'lgan 3 davrdagi bir voqelikni akilish orqali Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayh omonatningki o'z joyiga tegishini bu islomdagi nihoyat afzallik bir adab qoida asosida buni misollarni keltirgan. Bu bizning zamonimizda nihoyat biz ichinish ahvol bo'lib biz Uyg'ur qavmining ichida layoqatlik, salohiyatlik shu ishni qila oladigan kishilar asosan ko'p vaqtlarda mas'uliyatni jiroqlashtirildi. Ko'pincha biz shu mansab amalga qo'ygan vaqtida yoki biz ish topshirgan vaqtimizda shu layoqatlik shu ishni qila oladigan, o'rinda oladigan odam deganni birinchi o'rinda qo'ymasdan ko'p holda biz odash tortadigan, yaqinlik tortadigan yoki do'stona tortishlarni qilish orqali ishimizningki unumini ko'p ko'rolmay kelyapmiz. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.